Kaka jahon futbolidagi eng noyob o'yinchilardan. U braziliyalik, lekin tabiatan mutlaqo vatandoshlariga o'xshamaydi. U juda e'tiqodli va odobli yigit, o'zining mard fe'li bilan barchaning yoqimtoyiga aylana olgan. 18 yoshida basseyndan qoqilib tushib bosh yorilgan va bu dard bilan o'limning yoqasidan qaytgan bu iqtidor egasi umrining qolgan qismini o'ziga berilgan qo'shimcha umr deb hisoblab yashadi va shunga yarasha xayr-u ehsonlarda qatnashdi va qolganlarni ham shu kabi ezgu yo'llarga chorladi. Futbolda ham uni o'yinlarini eslaganda odobli futbolchi va noyob iqtidor egasi sifatida eslaymiz. Bolaligimda bir inson menga u haqida ta'rif berganda, kelajakda undan juda ko'p narsalarni o'rganishim kerak ekanligi haqida aytgan. Ayniqsa odob masalasida u namuna bo'la olishini aytgan edi. Chindan ham undagi aynan mana shu fitrat boshqa kamdangan futbolchilarda topiladigan xislat hisoblanadi. Kaka, senga rahmat maydonda ko'rsatgan yorqin o'yinlaring uchun. Seni hech qachon unutmaymiz.